Demak, biz shimlarni obzorini boshladik. Qizlar, albatta hamma shimni ko'rsatish imkoni yo'q. Bizning magazinimizda futbolka bilan shimlar juda ham ko'p. Bu safar ham dvoyka, kuynelardan tashqari juda ko'p assortimentda shimlar olib keldim. Va albatta bu shimlar hibbi strechli. Qizlarjonlar qaranglar. Shiz sifat yo'qqagina va albatta gap bo'lishi mumkin emas sifat. Ranglarni qaranglar. Qalay turibdi? Shundoq ham zo'rmi? Zo'r. Mana professional shimdan so'rayapman. Ishonaveringlar, oydin yetdimi? Demak, bu shunaqa zo'r. Mana. Bizlar oydin olib kelib yaqinroq ko'rsatamiz shuni qarasam. Boshla. Bamdo uzoqroqdan ko'rsat. Qizlar qaranglar, va shu zo'r. Albatta bular qorasi yo'da ham qolmadimi, oxirlab keldi. Hozirda yana yoradi. Qaranglar, mana buni qaranglar. Remenni o'zi cho'z to'yat. Voy, egasi kelyapti mana shuni. Ko'rasizlarmi qizlar va shu zo'ra? Mana bu xaladoqlarni qaranglar. Ustinglarda hech narsa yo'q. Va shu zo'r. Вообще. Qaranglar, Leon so'rayotgan qizlar. Nima deysiz? Gapinglar bormi? Razmerlar 42 dan 48 gacha. Ozg'in qizlar, mengacha demanglar, sizlarga yo'q. Semirsanglar kelasizlar deb qo'rqitaman har doim. Qizlar, albatta, при желании hamma narsani qilsa bo'ladi. Bak, mana bu shortik ekan qizlar, mana shu shortik. Faqat oq rangidan qolgan ekan, u bir shikolat shortik. Zo'ra. O'sha gap qizlar. Futbolka oydin olib kelib mayli, bundoq biror ko'rsatib boramiz. Futbolkalarni qaranglar. Bu hali xamir uchidan patir qizlar futbolkalarimiz. Va shu juda ham ko'p futbolkalar, assortiment va shu bomba. To'xta.